Yo, mayli ko'rinaveringlar boshida. Boshida nimadir jinnilik qilib turinglar. Bolaliginglarda sizlarga nima armon bo'lgan? Wow. Menga bolaligimda oq rangli chips kiyish armon bo'lgan. Chipsni har xil rangidan kiyib chiqqanman. Sariq, qizil, yashil, tegi oq, usti qizil. Lekin imенно oq ranglisini kiyish armon bo'lib qolgan. Har doim bozorga borardim-da, oq rangli chips. Anlaysan, Sardor. Oyimga deb borardim. Shuna borganda oq rangli chipsni kelinlik yadi derdilar-da. Vechni sarig'idan olib berardilar. Eng ko'p kiyganim sariq. Buzamiz videosini, buzamiz. Qachon? Bera olasan? Yo'q. Bitta ishlashdi. Har doim bozorga borardim-da. Opam ikkalamizga ikki xilidan olib berardilar. Chunki bilmayman nimaga anaqasini bilmasdim, lekin shuni bilaman, har doim opamning chipsi birinchi bo'lib yirtilardi. Oyimga rosa gapirardim. O'g'il qiyshig'im, bittada yirtasan, bir kunda yirtardilar, ishoninglar. Men ko'chaga chiqayotganimda oyim aytardi, oyog'ingni suvga tiqmagin, tapchkangni yirtib kelasan derdilar-da, hop deb chiqib ketardim, o'zim bilganimdan qolmasdim. Shunda borib ariqlarga oyoqlarimni tiqib, chapir-chupir oyoqlarim muzdek qilib o'ynardim. Oh my god. Menga bolaligimda armon bo'lib qolgan bitta narsam o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi qismini kutib qolinglar. Ikkinchi qismida bularni ham armonlarini bilib olamiz.